Sokinlik istagan ko'ngillar uchun Sakina kanali. Bizga tez-tez shunday savol keladi. Hikoyalarni yanada yaqinroq, tezroq va oldinroq tinglash imkoni bormi? Shu ehtiyojdan kelib chiqqan holda biz Sakina Gold yopiq sahifasini tashkil qildik. Bu sahifada siz hikoyalarni asosiy kanalga chiqishidan oldin tinglaysiz. Bundan tashqari, bu kanalga chiqadigan maxsus medialar ham bor. Ular asosiy kanalga chiqmaydi. Yana bir muhim imtiyoz. Hikoyalarda ishlatiladigan fon musiqalardan ham aynan shu yerda bahramand bo'lasiz. Agar siz hikoyalarni shunchaki tinglovchi emas, balki yanada yaqinroq bo'lish uchun eshitishni xohlasangiz, unda Sakina Gold kanali aynan siz uchun. Yopiq hamjamiyatimizga qo'shilish uchun video ostidagi havola orqali botdan ro'yxatdan o'ting. Suhrob bugun xotinini doktorga olib ketdi. Ularga Zebo opa ham sherik bo'ldi. Zarnisi o'qishda. Uyda faqat Sohiba qolganda. Nihoyat yolg'iz qoldik. Senga nima degandim? Bo'yni vajohatidan Sohiba cho'chib tushdi. Boy aka, sizga nima yomonlik qildim? Oldingizda zarra qadrim yo'qmi? Mamatboy o'zi keltirgan karavotga o'tirdi. Sen bu matohlarga arzimaysan. Meni Sardor akamdan ajratmang. Sohiba boyning oyog'iga yiqildi. Sen o'ylab gapiryapsanmi? Qaysi aql bilan bu gapni aytyapsan? Kelib, o'g'limga sen fohishani ravo ko'ramanmi? Agar oramizda bir tun bo'lsa, u ham majburligingdan bo'lsa boshqa gap edi. Ammo sen bilan qilmagan ishim qolmagan. Seni o'g'limga ravo ko'ramanmi? Unga onasi o'pmaganini olib beraman. Sen esa asosli bahona top. Yo'qsa haydovchim bilan bir xonaga qamab ustingdan mig'zava ag'darib olaman. Siz razil odamsiz. Boy kulib yubordi. Sen farishtamisan? Ko'zguga qarachi, kimni ko'rasan? Gap shu, yig'ishtirasan. Bo'lmasa sharmandangni chiqaraman. O'g'lingizni sevaman. Ertagingni menga aytma. Sen o'qiyotgan kitobni men yozganman. Kelinchangiz allaqachon gaplarimizni eshitibdi, shpionlik qilib. Nimalar deyapsan? O'sha kuni ortimdan kelgan ekan. Ko'rdingmi? Muammoni chigallashtiryapsan. Menga bir tiyin. Kerak bo'lsa o'g'lim bilan gaplashaman. Haqiqatni aytaman. Meni qanaqaligimni biladi. Faqat u meni kimligimni bilsa, seni uyingdagilar ham kimligingni biladi. Iltimos, o'chir. Senga gapim shu. Mamatboy turib chiqib ketdi. Sohiba o'z yog'iga qovurilgancha qolaverdi. Laylo ortidan qolmayotgan Malikni qanday daf qilish yo'llarini izlab, baribir qo'lidan hech narsa kelmadi. Laylo, menga befarq emassan-ku. Bu gapni qayerdan oldingiz? Ko'zlaringdan. Laylo ko'zini pirpiratdi. Abdumalik uning shu chiroyli ko'zlariga oshiq emasmi? Termulib qoldi. Dadam bilsa o'ldiradi. Dadamni dadangni oldiga yuboraman. Laylo shoshib uyiga kirib ketdi. Yuragi xuddi qafasdagi qushdek urardi. Abdumalikning gaplari ham qo'rqinchli, ham yoqimli edi. Balog'at yoshidagi qizga izhorlar yoqishi tabiiy. Ammo u otasining fe'lini biladi. Hamza bu gapni eshitsa, nafaqat Malikni, balki Layloni ham yer bilan bitta qilishi hech gap emas. Juda ko'p bora ogohlantiryapti. Qayerda yuribsan? Hamzaning ovozi hovlida yangradi. Laylo cho'chib tushdi. Otasi ayvonda o'tirib pichoq charxlayotgan ekan. Dugonamnikiga kitob olgan chiqqandim, deb yolg'on gapirdi Laylo ovozi titrab. Kitobni yig'ishtir. Maktabni tugatishing bilan seni uzataman. Dada, Laylo, buning o'ziga yarasha sababi bor. Laylo xonasiga kirib devorga suyanib qoldi. Uning nazdida otasining qaytmagani yaxshi edi. Laylo, nima gap?
Buvisi nabirasiga sinchklab qaradi. Tinchlik buvi. Dadangdan xafa bo'lma. Oying o'zini... Xullas, shu sabab qattiq turadi. Shuncha yil yo'q bo'lib ketmasliklari kerak edi. Biz kerak emasdik-ku. Endi eslariga tushdikmi? Yetar. Bunaqa gaplarni yig'ishtir. Buvisi oshxonaga o'tib ketdi. Insonlar o'z qilmishi oqibatini sira o'ylashmaydi. Ayniqsa, nafs bandalari. Mamatboy ham shunday toifadan ediki, qaysi davrada bo'lsa faqat maqtanib turar. O'zidan sal pastroq odamni ko'pchilikni oldida izza qilardi. Mana, izza qilganlardan biri Ali o'zini tiklab oldi. Mamatboyga teng kela olmasa ham, ammo anchagina mol dunyo to'plab ulgurgandi. Necha bora Mamatboy uni mensimasligini isbotlab bergandi. Asli Mamatboy hech kimni odam o'rnida ko'rmasdi. Uning shunaqa fe'li shakllanib ulgurganda. Hozir ham to'yga kela olmaganlar uchun ziyofat berib o'tiribdi. Meni xohlagan joyimga qo'lim yetadi. Yaqinda katta korxonani ham sotib olishni reja qilyapman. Men ham biznes ochsammi deyapman. Mehmonlardan biri gap qotdi. Voy ukam, sen hali o'zingni epla. Nonni nana deb yuribsan-ku, senga yo'l bo'lsin. Hamma kulib yubordi. Mehmon esa izzi bo'lib qizarib ketdi. Ammo jim qoldi. Yana biri chet el brendlari haqida gapira ketganda, Mamatboy uni ham shart kesdi. Siz o'zi endi o'zimiznikiga yetishdingiz-ku. Balanddorga osilmang, tag'in belis sinib qolmasin. Yana kulgu. Yana Mamatboyni olqishlarga ko'mish bo'ldi. Aytgancha boy aka, xudochilik rishtalari bilan yanada aloqalarni mustahkamlasak nima deysiz? Sen kimsan u, men kimman? O'zingga nazar soldingmi? Mamatboy qah-qah urib kuldi. Bepisand nigohlar bilan qaradi. Kim men bilan quda bo'ladi? Senmi? Quyosh urdimi deyman? Men senga o'zingni epla deyapman. Sen bo'lsa qudachilik deysan. Mening qizimni kimga so'rayapsan? Mehmon xotirjamlik bilan choyini xo'pladi. Menga emas, boy aka. Men o'rtadagi odamman. Nomzod o'zingizning eski qadrdoningiz. Yaxshisi, oldingizga o'zi keladi. Mamatboyning qo'lidagi piyola stolga taq etib tushdi. Davradagilar sukunatga cho'mdi. Men allaqanday tagzotini tayini yo'qlar bilan quda bo'lmayman. Shu bilan suhbat sovib ketdi. Suhrob xotinini kiygan kiyimiga e'tiroz bildirdi. Bu kiyimni qaytib kiyma. Nega? Qorning biroz bo'lsa ham bilinyapti. Nima qilibdi bilinsa? Bola o'z erimdan bo'lsa. Suhrobning yuzi o'zgardi. Chuqur nafas oldi. Xo'sh, deylik bola mendan. Uni qanday yo'l bilan paydo bo'lishini bilasan. Seni qorningni ko'rgan har bir odamning xayoliga bizning munosabatlar kelishini istamayman. Meni tushundingmi? Visola indamadi. Bu qo'pol eriga yana nima deya olardi? Tushundingmi dedim. Suhrobning ovozi balandroq chiqdi. Ha, tushundim. Qorningda bola bor uchun o'zimni bosib turibman. Men bilan o'ynashma. Visola kulib yubordi. Keyin Suhrobni quchib oldi. Sizningcha meni urishga ko'zingiz qiyadimi? Suhrob xo'rsindi-da xotinini quchdi. Chindan ham bu yerda nimadir xato. Bugun ovsinim ovqat qilibdi. Mazza qilib icharkanmizda. Visola Suhrobni qorniga mushti bilan urdi. Nima balo? Temirmi qo'ling? Xavotir olmang. Siznikidek ko'kartirmaydi. Chaqib olding-da endi. Ha, jonli meshugingizman-ku. Visola kiyimini almashtirishga tushdi. Suhrob esa derazadan sohibani kuzatib qoldi. Bu muammoni yechish kerak. Sardor soddaligi sabab pand yedi. Qanday qilib qizni shu paytgacha kimligini bilmasligi mumkin? Sohibani bir ko'rishdayoq Suhrob taxmin qilib bo'lganda yengil tabiat ekanligini. Ammo ukasi hammani o'ziga o'xshatib ko'ngli pok hisoblaydi. Dadasi-ku tamom qilgan odam. Umuman farqi yo'q unga.
Ammo Sardor bu holatda davom etib bo'lmaydi. Sixni ham, kabobni ham kuydirmay buni yechimini topish kerak. Timur imkon qadar Hamzani yo'lidan chiqmaslikka urinardi. Bugun ikkisi to'qnash kelib qoldi. Baribir qochib qutulib bo'lmas ekan. Yaxshimsan, Hamza? Timur dovdirab qoldi. Senga nima? Gavdasi yanada kattarib, baquvvat bo'lgan Hamzani ovozi do'rillab chiqdi. Bu nima deganing? Do'st edik-ku. Qoyil. Sen ham do'stingni xotiniga osilsanmi? Timur bu sirni Hamza bilmaydi deb o'ylagandi. Hamza shartni uni bo'ynidan oldi. Men hamon unutmadim. Unutolmadim. O'g'lingni yig'ishtirib yur. Qizimni atrofida o'ralashmasin. Agar yana bir marta ko'rsam, qo'ydek bo'g'izlab tashlayman. Timurni dami ichiga tushib ketdi. Hamza, balki yig'ishtir karam sho'rvangni. Seni ogohlantirdim. Keyin mendan o'pkalama. Hamza atrofiga odamlar yig'ilganiga ham e'tibor qilmay, uni siltadi-da, yurib ketdi. Hamzaning vajohatidan Timur o'zini anchagacha o'nglay ololmadi. Bo'ynidagi barmoq izlari emas, Hamzaning so'zlari tomog'iga tiqilgan toshdek nafasini qaytarardi. Demak, bilgan. Shuncha yil bilib, ichiga yutib kelgan, deb o'yladi u titrab. Timur uyiga qanday yetib kelganini bilmay qoldi. Darvoza oldida Malik mashinasini artib, xush kayfiyatda qo'shiq xirgoyi qilib turardi. O'g'lining beg'amligi Timurning g'azabini qo'zitib yubordi. "Qari ichkariga!" deb baqirdi Timur. Malik ajablanib otasiga qaradi. "Tinchlikmi, ada? Rangingiz oqarib ketibdi. Senga Laylo bilan ko'rishni taqiqlayman. Uning otasi kimligini bilasanmi? Meni bo'g'ib o'ldirishga bir baqiya qoldi. Ikki dunyoda ham rozi bo'lmaydi u." Malikning qo'lidagi latta yerga tushdi. Uning nigohidan xavotirni payqash mumkin edi. Agar Layloning otasi shunchalik nafratlanayotgan bo'lsa, demak buning sababi bor. Siz mendan nimanidir yashiryapsiz, dedi. Onam ikkingiz nimani yashiryapsizlar? Timur javob bera olmay yuzini burib oldi. Dada, bilishga haqqim bormi? Ishingni qil. Timur xonasiga kirib ketdi. Mamatboy uyda emas. Qolgan oila a'zolar ovqatlanib o'tirishibdi. Sohiba atay Suhrobga mulozamat qilib yeguliklar uzatib turibdi. Hech kim e'tibor bermasa ham Visolani ko'zi unda. Ovsinjon, hidi o'tkir atir sepganmisiz? Ha, yoqtirgan atirlarimdan biri. Mayli kuya. Bugun qaynam qaytadilarmi? Yo'q. Sohiba hayron bo'ldi. Unda nega bu turdagi atirni sepdingiz? Bunaqa atirlar faqat eri yonida sepilmaydimi? Zebo opa so'z o'yiniga hayron qarab turibdi. U Visolani aqlli ekanini, bejizga gapirmasligini yaxshi bilardi. Voy, opa, bu siz o'ylagandaqa atir emas. Ha, endi aytdim qo'ydim-da. Aslida Sohibaxon, o'siningiz to'g'ri aytdi. Atirni faqat eri oldida sepish kerak. Dinimizda shunday deyilgan. Keyin mana bu uzun tirnoqlaringizni olib qo'ying. Birinchidan tahorat o'tmasa, ikkinchidan tozalikka ham to'g'ri kelmaydi. Xo'p, oyijon, siz nima desangiz shu. Yer ostidan esa Visolaga yeb qo'ygudek qarab qo'ydi. Shu bilan dasturxon boshiga sukut cho'kdi. Hech kim ortiqcha so'zlamadi. Endi duo qilib turishgandiki, Mamatboyni oyoqqa tura olmas darajada mast holatda keltirishdi. Suhrob, dadangga qaraysanmi? Biz keta qolaylik. Ko'p ichib yubordilar. Suhrob asta otasini o'ziga suyab oldi-da, xonasiga olib kirib ketdi. Chindan ham Mamatboy nima deyapti bilmasdi. Hammangni ishing tushadi menga. Senlar meni oldimda bir pulsanlar. Mamatboyni to'shakka yotqizgan Suhrobning ichi g'alati bo'lib ketdi. Otasi ba'zi payt juda ko'p aljirab yuboradi. Otasining mast holdagi aljirashlari qulog'iga go'yoki haqiqatning aksi bo'lib kirardi. Bir pulsizlar. Mehmonlarga ham shunaqa deb sharmanda qilmagan bo'lsa bo'ldi. Haydovchini ham so'kibdi kamiga. Suhrob otasining ustiga choyshabni yoparkan,
Uning yuzidagi kibr hatto uyquda ham yo'qolmaganini ko'rib, nafrati qo'zidi. Suhrob xonadan chiqib chiroqni o'chirdi. Koridorda esa Sohiba kutib turardi. Uning nigohlaridagi ifoda Suhrobni bee'tibor qoldirmadi. "Suhrob aka, dadangiz hali ham o'sha", dedi Sohiba pichirlab. "Hammadan yuqori turishni yaxshi ko'radilar." "Senga nima?" Suhrob to'xtamay o'tib ketmoqchi bo'ldi. "Shoshilmang. Men sizga kerakli odamman. Siz bilan til topishsak bo'ladi." Sohiba Suhrobni kiyimi ustidan qo'lini ohista yuritdi. Bilinar bilinmas soqoliga ham qo'l uzatdi. Suhrob birdan to'xtadi. Oshxona tomonga qaradi. Qolganlar hamon stol atrofidan turishmagan. Keyin Sohibaga yaqin kelib, uning ko'zlariga tik qaradi. "Xo'sh, umrim bino bo'lib, sizda qasi menga orzu bo'lgan.